هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Muddessir tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Muddessir suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Muddessir Medine'de nazil bolgan 56 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. Ey vahiy nazil bolgan çağda kiyimiga çümkilni olguchi payg'ambar. Tur, insanlarni Allah'ın azabıdan agahlandır. Rabbini ulug'la, kiyimini pak tut. Azaptın, yani azapqa qaldırıdığan işladın yirak bol. Köp eliş niyetidi bäme, yani bir kişiге birer soğu bəsən, onundan bəgən nəsəңdin köprək nəsi ilişini təmə qılma. Rabbinin razılığı üçün qavmыңdan yetken əziyyətke səbir qıl. Sur çelinğan vaqt, o gün qiyin gündür. Kafirlağa asan emasdır. Alaq suresinin ayetlerinden keyin tuncu bolup nazil bolgan ayetler toğrısıdır. İmam Bukhari ve Müslim Cabir ibn Abdullah'dan Peygamber aleyhisselamның vahiy to'xtab qolgan muddat haqida so'zlab mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni men ketib etib, to'satdanla osmon tarafdan bir ovoz angladim. Beshimni ko'tarib osmonga qarasam, Hira g'orida yenimga kelgan farishta osmon bilan zamin oraliqiga bir kelgan o'rindiqda o'ltirgan holatda turibdi. Men uningdan qo'rqib, yiqilib tushdim. Hoşumga kelgandan keyin uyimga kelib, meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar dedim. Shuning bilan Alloh taolo ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azapdan, yani azap qaldırıdığan işlardan yirak bol degan ayetni nazil qildi. Ondan keyin vahiy arqa-arqadan to'xtamay nazil bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Payg'ambar alayhissalomning Hira g'orida yenimga kelgan farishta degan so'zi buningdan ilgari vahiy nazil bo'lganligini ko'rsatdi. Hadisde köstilgen perişte Cibril aleyhisselamdır. O Allah Teala'nın yaratkan Rabbinin ismi bilen okuğun. O insanını laht kandın yarattı. Okuğun. Rabbin en keremliktir. O kalem bilen hat yazışını ügetti. İnsanğa bilmegen nasilerini bildirdi. Degan ayetlerini elib Peygamber aleyhisselamның qishiga Hira g'origa kelgan edi. Shuningdan keyin bir mezgil vahiy to'xtadi. Ondan Cibril aleyhisselam ikinci qitim vahiy elib tushdi. İmam Ahmed Cabir ibn Abdullah'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Ondan bir mezgil vahiy to'xtab qoldi. Bir günü men ketib etib, to'satdanla osmon tarafdan bir ovoz angladim. Beshimni ko'tarib osmonga qarasam,
Hira g'orida yenimga kelgan farishta osmon bilan zamin oraliqiga bir kelgan o'rindiqda o'ltirgan holatda turibdi. Men uningdan qo'rqib yerga yiqilib tushdim. Hoshimga kelgandan keyin uyimga kelib, meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar dedim. Shuning bilan Alloh taolo ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l degan oyatni nozil qildi. Ondan keyin vahiy orqa-orqadan to'xtamay nozil bo'ldi. İmam Tabarani İbn Abbas radıyallahu anhumaning undaq deganligini rivoyat qiladi. Valid ibn Mughira Qurayshlarni tamoq etib chaqirdi. Ular tamoqni yeb bo'lgandan keyin Valid ularga Muhammad haqida nima deysizlar dedi. Ularning ba'zilari u sehrigardir dedi. Ba'zilari u kahin emas dedi. Ba'zilari u shoirdir dedi. Ba'zilari u shoir emas dedi. Ba'zilari belki uning da'vatini o'rganilgan sehrdir dedi. Ular fikrini u o'rganilgan sehrdir degan fikrga yig'di. Bu xabar payg'ambar alayhisalomga yetib bordi. Shuning bilan uning ko'ngli yerim bo'ldi va beshini yo'gab chumkib oldi. Shuning bilan Alloh taolo ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biroz sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tama qilma. Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil degan oyatlarini nozil qildi. Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Ya'ni belingni bog'lab insonlarni ogohlantirgin. Rabbingni ulug'la. Avfi ibn Abbas radıyallahu anhuning kiyimingni pok tut degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni kiygan kiyiming halol kasbdan bo'lmay qolmasin. La ilaha illalloh. Muhammad ibn Sirin mundaq deydi. Kiyimingni suv bilan yuyib pok tutqin. İbn Zayd mundaq deydi. Mushriklar pokiz yurmaydi. Shunga Alloh Muhammad alayhissalomni pokiz yurishga, kiyimlarini pok tutishga buyurdi. İbn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Said ibn Jubayr kiyimingni pok tut degan oyat haqida mundaq deydi. Qalbingni va niyatingni pok tutqin. Muhammad ibn Ka'b Qurayzi va Hasan Basri mundaq deydi. Yaxshi axloqli bo'lgin. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Butlardan yiroq turg'in. Mujahid, Ikrima, Qatada, Zuhri va Ibn Zayd qatorliqlarmu mushunanga o'xshash degan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Musa qerindishi Harunga men qaytib kelgunga qadar qavmingga mening o'rin basarim bo'lib turg'in. Men qaytib kelgunga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzgin. Buzuqchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmag'in dedi. Ko'p elish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tama qilma.
Bu ayet haqida İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi. Birovga ko'p narsa qaytirib elish maqsadida narsa bermagan. Hasf Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi yaxshilikni ko'p qilaman deb ojizlab ketmagan deganlik bo'ladi. Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. G'olib va buyuk Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatlarga sabr qilgan. İbrahim Nahai mundaq deydi. G'olib va buyuk Allohning roziligi uchun bergan narsangning savobini sabrchanlik bilan kutgin. Qiyomat günün əsiltish to'g'risida. Sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Bu oyatlar haqida Mujahid mundaq deydi. Chelinadigan bu sur mungizga o'xshab ketadi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sur chalg'uchi mungizni og'ziga qo'ygan. Sur chelishga qachon buyurilaman deb kutib, peshanasini ko'tarib tursa, men qandaqmi ne'matdan bahuzur, bahriman bo'la olayman? Buni anglagan Peygamber aleyhisselamның sahabilari, ey Allohning payg'ambari, bizdan nima ish qilishga buyursan? dedi. Peygamber aleyhisselam, bizga Alloh kifoyadir. Allah nima degan yaxshi homi, biz Alloh taologa tavakkul qilamiz, dangla dedi. Bu hadisni İmam Ahmad mu rivoyat qilgan. La ilaha illalloh. U kun qiyin kundir. Kafirlarga oson emasdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kafirlar bu qiyin kundir deydi. İmam Hakim mundaq rivoyat qiladi. Basira shahrining qozisi Zurara ibn Avfi jamoat bilan fajr namozini o'qib etib, namozda bu surani o'qidi. O Allah Teala'nın sur chilingan vaqt u kun qiyin kundir, kafirlar oson emasdir degan oyatlarga yetib kelganda qattiq vaqirab tashladi. Ondan o'lgan holda yiqilib tushdi. Alloh Teala ona merhamet qilsin. La ilaha illalloh Muhammed Rasulullah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men tenha yaratgan kişini, yani Velid ibn Mughirani bana koyup et. Onunla nurgun mal berdim. Onunla köz aldıda turduğan oğullarını berdim. Onun abroyunu östürdüm. Andın o yine köp berişimini temel kılıdı. Yok, yani onun halığını bulmaydı. Çünkü o bizden ayetlerimizge karşı çıktı. Onunla qattiq azabımını tetitimen. O peygamber ve Kur'an hakkında oylandı. Kur'an doğruluk nimi deyişini ve qandaq bühtan qilishni planladı. Lanet bolsun ki o qandaq planladı. Yeni lanet bolsun ki o qandaq planladı. Andın o qaradı. Andın qo'shumisini turdi ve chiroyini pürüştürdü. Andın imandan yüz o'ridi. Peygamberge ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalamulloh emas, faqat ügünilgen sehrdir, bu faqat inson so'zidir dedi. Uni men saqarga, yani davzaq qisalaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? O hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. O cho'ngliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turdi.
Onunğa 19 pəriştə müəkkəldir. Qur'an sehirdir degan odamni qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Valid ibn Mughira degan bu mal'unni qattiq qo'rqitdi. Chunki Alloh uningga dunyoning ne'matlarini bersa, u Alloh taoloning ne'matlariga kofir bo'ldi. Uni kufrga tegishib, o ne'matning bedeliga Allohning oyatlariga tondi. Bu oyatlar haqida bo'htonlarni to'qidi va uni insonning so'zi deb da'vo qildi. Alloh uningga ato qilgan ne'matlarni bir-birlab sanab mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men tenha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani man qo'yib etgan. Ya'ni u anasının qo'sig'idan yolg'iz holda pul molsiz va bolasiz chiqdi. Ondan Alloh uningga nurg'un mol rizq qilib berdi. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni, ya'ni davomliq uning yenida hozir bo'ladigan tijorat ishlari bilanmi safar qilib ketib qolmaydigan o'g'illarni berdi. Chunki ularning tijorat ishlarini ularning o'rnida ularning qullari va ijaraga solgan odamlar qiladi. O'g'illari bo'lsa otasining yenida o'ltiradi. Otasi bo'lsa o'g'illaridan suyunadi va huzur oladi. Suddi Abu Malik va Asim ibn Umarning aytishicha, ular 13 o'g'il ekan. İbn Abbas va Mujahid mundaq deydi. Ular 10 o'g'il edi. Uning o'g'illarining ko'p bo'lishi va ularning o'z yenida bo'lishi mana bu mukammal ne'matdir. Uning obro'yini o'stirdim, ya'ni uni turli mol-mulkka, uy jahozlariga va boshqa narsalarga ega qildim. Ondan u yana ko'p berishimni tama qildi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Ya'ni bilib turib bizning ne'matlarimizga kufrlik qildi. Uningga qattiq azobimni tetitiman. Qatada İbn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jahannamda bir qo'ram tosh bo'lib, kafir u toshning ustida yuzicha so'rildi. Yuzicha qilib so'rildi. Suddi mundaq deydi. Jahannamda siyliq qo'ram tosh bo'lib, kafir u toshga chiqishga majburlandi. Mujahid mundaq deydi. U qattiq azobga duchor qilindi. Qatada mundaq deydi. Uningga hech arom berilmasdan azob qilindi. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qanday bo'hton qilishni planladi. Ya'ni u iymondan yiroq bo'lganlik uchun biz haqiqatan uningga qattiq azobni yaqinlashtiramiz. Chunki u Qur'on haqida so'rilib qolsa, Qur'on haqida nima deydiganligini o'yladi va qanday bo'htonlarni to'qib chiqishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qanday planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qanday planladi. Bu uning qilingan badduodir. Ondan u qaridi, ya'ni o'y fikrlariga va planlariga qayta qarab chiqdi. Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ya'ni qopqini turdi va chiroyini qattiq purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Ya'ni u haqdan yuz o'rdi. Qur'onga bo'ysunishdan bosh tortgan holda orqaga dojidi. Bu kalomulloh emas, faqat o'ginilgan sehrdir. Ya'ni bu bir sehr bo'lib, Muhammad uni o'zidan burunqilardan naql qiladi va ulardan hikoya qilib so'zlaydi. Bu la'nati haqida Avfi
ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni Valid ibn Mughira Abu Bakr Siddiqning qishig'iga kirib, uningdan Qur'on haqida so'raydi. Abu Bakr uningga tegishli javob bergandan keyin u Qurayshlarning qishig'iga chiqib, Muhammad ajoyib so'zlarni qiladi ekan. Allohning nomi bilan qasamki, uning aytganlari she'r emas, sehrmi emas. Muhammadda majnunlik yo'q. Shak shubhisizki uning so'zi albatta Allohning so'zidir dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Buni anglagan bir qancha nafar Qurayshlar maslahatlashib, Allohning nomi bilan qasamki, agar Valid dinini o'zgarsa, albatta Qurayshlarmi dinini o'zgartirdi deydi. Buni anglagan Abu Jahl ibn Hisham, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar ansirab ketmanglar. Validning ishini o'zim to'g'rilayman dedi. Ondan u Validning uyiga berib, uning yoniga kirdi-da, uningga: "Qavmingga qarmamsan? Ular sana berish uchun sadaqa to'plabdi" dedi. Valid: "Mening mol-mulkim va bolalarim ularnikidan ko'p emasmi?" dedi. Abu Jahl uningga: "Ularning so'zlab yurishicha, sen haqiqatan Abu Bakrning uyiga uning tamoqini tama qilib kiribsan. Allohning nomi bilan qasamki, men Abu Bakr, Umar va Muhammad qatorliqlarning qishig'iga hargiz yaqin bo'lmayman. Muhammadning so'zlari faqat o'rganilgan sehrdir" dedi. Shuning bilan Alloh payg'ambari Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men tenha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani menga qo'yib et. Uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishimni ta'ma qildi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobimni tetitiman. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'hton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Ondan u qaridi. Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalomulloh emas, faqat o'rganilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir dedi. Uni men Saqarga, ya'ni davzaqqa solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi degan oyatlarni nozil qildi. Qatada mundaq deydi: "Aytishlar qaraganda Valid Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan Muhammadning aytgan so'zlariga qarab chiqdim. Uning so'zi she'rga o'xshamaydi. Uning so'zi haqiqatan tatliqdir, chiroyli va go'zaldir. Uning so'zi albatta ustunlikka erishadi. Uning oldida boshqa so'zlar ustunlikka erisholmaydi. Uning so'zining sehr ekanligida shak qilmayman" dedi. Shuning bilan la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? Ondan u qaridi. Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ya'ni u qopqini turdi va chiroyini qattiq purishtirdi. Uni men Saqarga, ya'ni davzaqqa solaman. Ya'ni men uni Saqar degan davzaqqa cho'mdirman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? Bu oyat Saqar degan davzaqning o'tidan qo'rqitish va uni cho'chitish uchun kelgandir. Ondan Alloh taolo uni tövendiki oyatida ochiqlashtirib mundaq deydi: "U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi." Ya'ni ularning go'shtlarini
peylerini ve terilerini almıştırdı. Ola bu azapta mengü kalıdı. Ola ölmeydi ve rahat yaşayalmaydı. Bu ayetni İbni Bureyde, Ebu Sinan ve başkalar muşundaq tefsir qilgan. O çoğunluqdan insanların közlerine yiroq musofilardan ko'rinib turdi. Qatada bu ayet haqida mundaq deydi. U ot insanların terilerini qattiq ko'ydirib tashlaydi. İbn Abbas mundaq deydi. U ot insanın chiroylarini ko'ydirib tashlaydi. Onunğa 19 farishta muakkaldir. Yani o davzaqqa nihoyat cho'ng ve qattiq qo'pol rabonilar mas'uldir. Elhamdülillah, yuqorida sura Muddathir tafsiridan 30. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.